Assalomu alaykum aziz obunachilar. Kunimiz xayrli bo'lsin. İşlerimizni davom ettiryapmiz. Chertaklarni tugatdik va qo'shimcha postavkalar ham yasab berdik. Ko'rasizlar, baho berasizlar. Bu chertagimiz 9 metrga 6 metr bo'ldi. Strapilarning orallari 80 santidan qo'ydik. Yaqinroq mustahkam bo'lsa, rekan arasi 50 santidan taqladik. Endi bu yoqqa postavka yasab berdik. Postavkalarimiz ko'rasizlar, yonboshdan turbalar uchun maxsus tayyorlandi. Uzunluğu 4 metr, eni 2 metrlik etib yasab berdik. Turbalar orqadan chiroyli bo'lib, akkuratli bo'lib taqlanib turadi. Endi bu yoqdan chertak yasab berdik. Bu yoqda chertagimiz 12 metrga 10 metrlik chertak. Bulardan strapilaların arası 70 santidan düştü. Rekalarımızda 50 santidan taqladık. Endi bu yoqdagi chertaklarimiz 4 metrga 12 metr uzunluğuna. Endi oyog'i ozgina qoldi. Oyoqlarimiz, turbalarimizni svarkaladik. Bunun ham arası 80 santidan. Undan keyin qo'shimcha postavkalar yasadik. Postavkalar 6 metrdan 12 metrlik postavka. Mersine padagonik taqlanib turibdi. Turbalari 4 8dan 2lik turbadan mustahkam qilib yasadik. Ustine o'g'ri minmaslik kichkina nelar padagoniklar taqlanadigan bo'lgan sababli o'g'a kichkina turbadan qo'ydik. Bu turbaning razmeri 4 ga 2,5 turbadan qo'yib yasab berdik. Ko'raverasizlar, ishimizni tugating dedik. Ko'rasizlar, kimga yoqqan bo'lsa like bosib, obuna bo'lib ketishni unutmaysizlar.